Hammaga salom. Men Rahuza. Instagramda ilmiy ommabop yo'nalishda kontent qilaman va o'zim o'qigan kitoblarni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Mana birinchi o'qigan kitobim Vavilonli eng boy odam. Bu kitob ko'pincha iqtisodga qiziqadiganlar uchun juda ham qo'l keladi deb o'ylayman. Sababi bu kitobda o'zingizga qanaqa pulli investitsiya qilish haqida o'rganasiz va men juda ham ko'p bilimli olganman. Keyingi meni eng sevib o'qigan kitobim Jorj Orwell Molxona kitobi. Bu kitob hayvonlarning povida insonlarni qanaqa vahshiyligiga yoki qanaqa siyosatda o'yinlar qilishligi haqida ko'rsatib berilgan. Bu kitobga bitta kirishib o'qib ketsangiz, bir kunda oxirigacha tugatib qo'yasiz. O'zim 2 kunda, 3 kunda bo'lib tugatganman. Bu kitobda menga eng ta'sirli bo'lgan joyi ot personaj bor va ot personajini tugashi menga eng katta ta'sir qilgan. Nima bo'lganini sizlarga aytmayman, chunki spoiler bo'lib qoladi. Va hozir o'qiyotgan kitobim u ham Jorj Orwellniki 1984 kitobi. Yaqinda boshladim va bu ham siyosatga aloqador. Ijtimoiy tarmoqlarda bu kitobga aloqador har xil videolar ko'rganman va ular ham mana bu kitobga bo'lgan qiziqishimni yana ham uyg'otgan. Oddiy medianing ichida yurgan inson sifatida bir xilda miyalarim juda ham achib ketadi va aynan o'sha paytda kitob meni qutqaradi, chunki miyam refresh qilishiga yordam beradi. Ozgina shu internetdagi har xil mavzulardan qochib kitobga boraman va ancha sokinlashaman. Sizlarga ham xuddi shuni tavsiya qilaman.